Yo'l qotili topildi. Namangan viloyati Kosonsoy tumani hududida o'tkazilayotgan nazorat reyd tadbirlari davomida 50G058NA davlat raqam belgili VAZ 2106 rusumli transport vositasini yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan bir necha bor jezl va hushtak yordamida to'xtash ishorasini berishiga qaramay, haydovchi xodimlarning qonuniy talablariga bo'ysunmasdan harakatni davom ettirgan va inspektorlarimiz tomonidan ushbu transport vositasi kuzatuvga olingan. Natijada transport vositasi hamda haydovchisi aniqlanib, vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko'pchilikning haqli e'tirozlari kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Hozirda haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasiga asosan hujjatlar rasmiylashtirildi va jinoyat ishlari bo'yicha Kosonsoy tuman sudiga yuborildi. Shu o'rinda barcha haydovchilardan yo'l patrul xizmati inspektorlarini qonuniy talablariga bo'ysunishlarini so'rab qolamiz. Agarda siz qochgan taqdiringizda ham shaxsingizga hamda transport vositangizga bir zumda aniqlik kiritilib, sizga nisbatan qonuniy javobgarlik belgilanishini ma'lum qilamiz.